Bugun garderobimni to'ldirish uchun Varda do'koniga keldim. Xohislarga magazinni qisqacha obzor qilib beraman. Uyga borgandan keyin nima olganimizlarga kiyib obzor qilib beraman. Birinchi o'rinda shundoq kelib, mana shu do'konni sevib qoldim. Material oysha material, hijobli qizlarga bemalol to'g'ri keladi. Zo'r narsa ekan, narxi 255 ming. 5 xil rasvetkalar bor ekan. Men bu vitrinani o'zini rangini sevib qoldim. Materiallari shunaqangi zo'r qizlar. Hozirgi kuzga shunaqangi chiroyli ranglarni kiyib, look qilsanglar yana ham chiroyli bo'ladi. Narxlari unaqa qimmat emas, hamyonbop. Bemalol kelib o'zingizlar primeriz qilib olsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasam hamma viloyatlarga dastavka xizmatlari bor. Kuzda hali trench olishga ulgurmagan bo'lsanglar, oversize, prям modniy trenchlarni sizlar Vara do'konida bemalol topsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu do'konda sizlar mana shunaqa chiroyli oyoq kiyimlarni ham topsanglar bo'ladi. Mana qarang, asaligini. Bu hozir trendda. Har xil rasvetkalari, razmerlari bor. Undan tashqari hijobli qizlarimizga ro'mollari ham bor, aksessuar sumkalari ham bor, chiroyli bijuteriyalari ham bor. Vara do'koni profilini qoldiraman. Instagram profillariga kirsanglar ham chiroyli obrazlarni qilib qo'yishgan. Bemalol tanlab, skrinshotini tashlab zakaz qilsanglar bo'ladi.